Surunkali prostatit haqida to'liq gaplashamiz akalar. Ushbu videoni o'tkazib yubormanglar. Bugun uni turlari haqida gaplashamiz. Nima uchun turlari? Chunki davolash taktikasi 4 xil. Sizga yaqin bir ajoyib kasallik bor, bu surunkali prostatit. Ko'pchilik surunkali prostatit, o'zida ham surunkali prostatit va shunga palapartich lichenani ko'pchilik oladi. Akalar bugun buni turlari haqida gaplashamiz. Turlarni bilsangiz, davolash to'liq bo'ladi. Bo'lmasa chala licheni olib yuraverasiz. Birinchisi o'tkir bakterial prostatit. Bunda bemorlarda siyganda achish, diskomfortlar, og'riqlar, qaqshash, titroqlar, istimalar kuzatilishi boshlaydi. Bunday holatda keng spektrli antibiotiklarni sirazi boshlash kerak. Ya'ni Stameya Mers analizi o'tkazilmaydi. Stameya Mers analizi bu qo'zg'atuvchining lokalizatsiyasini aniqlash uchun bunda rektal tekshiruvlar, rektal diagnostika mumkin emas. O'ziga umumiy qon siydigiga, leykosit soyalarga qarab turib lichenani bosib yuboraveradi. Bunda lichena 4 haftadan 6 haftagacha двойной antibiotik bilan qilinadi. Ya'ni bir-biriga sinergik ta'sir qiluvchi antibiotiklar bilan 4 haftadan 6 haftagacha lichena qilinadi. Har 3 kunda yoki har 2 kunda analizlarni qayta ko'rib solishtiriladi. O'zgarishlar ketyaptimi, qog'ozda ham, amalda ham ketyaptimi, kuzatish kerak. Bu demak o'tkir bakterial prostatit. Ikkinchisi surunkali bakterial prostatit. Bunda umumiy CD tahlilda yo bakkosefda va ko'p holatlarda Stameya Mersi ko'proq so'k prostata qismida bakteriya aniqlanadi. Bunda ham xuddi shunaqa. Agar leykositlar yuqori bo'lmasa, antibiotikka tabletka varianti ham yetarli. Agar leykositlar yuqori bo'lsa, ham qo'l variantini, ham tabletka variantini 4 haftadan 6 haftagacha bemorga buyuriladi. Endi eng qiziq va kam uchraydigan turlari surunkali abakterial prostatit. Bu ikki turga bo'linib ketadi. Yallig'lanishli, yallig'lanishsiz. Nima degani bu? Sizni umumiy CD tahlilingiz yoki Stameya Merslarda yoki spermogrammada leykositlar yuqori bo'ladi. Bu demak, uchinchisi, ya'ni surunkali abakterial 3A bo'ladi. Bu esa xuddi hozir sanab o'tilgan analizlardagi leykositlari yo'qligi 3B bo'ladi. Endi bunga kurs ko'proq antibiotiksiz buyuriladi. Yevropa standartlari hozir nima deyapti? Bir qator Yevropa maqolalarida surunkali abakterial prostatitda ham antibiotikni 2 haftagacha tabletka variantini, maksimal darajada tabletka variantini sinov tariqasida, test tariqasida buyurishligi kasallikni yana ham tezroq tuzalishiga sabab bo'ladi deb xulosa beradi. Shuning uchun men tavsiya qilaman 2 haftagacha antibiotik, antibakterial terapiya qilishni. B turi, A turi bo'lsa ham. Endi kam uchraydigan turi, ya'ni asimptomatik yallig'lanishli prostatit. Bu 4-chi hisoblanadi. Bu tasodifan aniqlanib qoladi. Misol, to'yga tayyorgarlik uchun, profilaktik tekshiruvlar uchun bemorda hech qanday shikoyat yo'q, shifokor oldiga boryapti. Ha desa, shu tekshiruvlardan o'tgan keldim. Sanda seyish bilan bog'liq muammolar bormi? Yo'q, hech narsa yo'q. Naporlar yaxshi, kechqurun chiqmayman, achishmaydi, tez siymayman dedi. Bitta o'ziga qildirsa, prostatitni yozib qo'ygan bo'ladi, ob'yomlari haqiqatda kattalashgan bo'ladi. Bunda demak biz tashxis qo'yamiz: asimptomatik yallig'lanishli prostatit. Bunda ham lichena deyarli bir xil. Endi chuqurroq tekshirishga harakat qilib, Stameya Mers analizlarini qilib, standartda lichena qilinadi. Ko'ryapsizlarmi akalar? Har bir bosqichga alohida yondashish kerak. Agarda siz chala kursi oxiriga yetmasdan lichena olsangiz, antibiotiklari ta'siri, ularning kuchi kamayib boradi. Siz esa og'irlashib boraverasiz. Bu kasallikni vaqtida davolatsangiz, kelajakda adenomani ancha oldini olgan bo'lamiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta sahifamizga obuna bo'ling. Bundan keyingi videolar bundan ham qiziq bo'ladi.